Oldingi oyda 96 yoshlik Uyg'ur diniy olim Obidin Domullam Sharq Turkiston turmasida qazo qildi. Domullamning jasadi oilasidagilarga topshirib berilmagan bo'lib, ularning dafn murosimi o'tkazishiga ruxsat qilinmagan. Saqchilar bu oilani 15 kun nazorat ostiga olgan. Ma'lum bo'lishicha, bu nazorat Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Myunxen bexatarlik yig'inida Uyg'ur qirg'inchiligini rad qilgan va Uyg'ur masalasi haqida tarqalayotgan bek ko'p yolg'onchilikdan og'rinayotgan mezgillarga to'g'ri keldi. Tahlilchilarning qarashicha, dafn murosimining cheklanishdagi sabab 4 yil ilgari Domullamning Bostonda turadigan navarasi Mariya Muhammad dunyoga Domullamning turmada ekanligini jakolagan bo'lib, bu taratqularda uzundan buyon keng tarqalib kelgan. Xitoy doiralari agar o'lim xabari tarqalsa, talash tortishning qaytadan bosh ko'tarib, xalqarodagi tashviqotlarning buzg'unchilikka uchrashidan qo'rqqan. Xitoy Amerika Avam palatasining Xitoyning Baydis shirkati igdorchiligidagi ijtimoiy aloqa Digital TikTok'ning bu davlatda cheklanishiga yo'l ochgan bir qonun loyihasini ma'qullaganligiga inkos qaytardi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin Beijingda o'tkazilgan kundalik axborot e'lon qilish yig'inida bu qonun loyihasi odil raqobat va xalqaro savdo qoidasiga xilof dedi. Amerika Avam palatasi 13 mart belat tashlashda ko'p sonliq ovoz bilan Amerikaliklarni chet el dushmanlari kontrolligidagi applardan qo'g'dash nomli qonun loyihasini ma'qullab, Amerika Kengash palatasining tasdiqlashiga yo'lladi. Xitoy hukumati bir balvoq bir yo'l qurilishidan foydalanib, O'rta Osiyo bozorining keng ko'lamda egallayotgan bir vaziyatda Amerika hukumati 3-oyning 13-kundan 15-kunigacha O'rta Osiyodagi 5 davlat hukumatlari va xususiy korxona mas'ullari bilan Qozog'istonning Olmaota shahrida tunji navbatlik B5 qo'shilgan bir munbir yig'ini o'tkazgan. Amerika katibatligi torbitida e'lon qilingan xabarda ko'ra, bu iqtisod munbiri yig'ini Amerikaning tashabbusi bilan uyushtirilgan bo'lib, uningga Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmeniston qatorliq 5 davlatning hukumat va savdo vakillari qatnashgan. Reuters agentligi erishgan 3 sobiq amaldorning so'ziga qaraganda, sobiq Amerika prezidenti Donald Trump vazifaga o'tirib 2 yildan keyin Markaziy axborot idorasiga Xitoyning ijtimoiy taratqularda Xitoy ommasini hukumatga qarshi kuch kiritishni maqsad qilgan maxfiy faoliyatni yo'lga qo'yishga huquq bergan. Manbalarning aytishicha, Amerika Markaziy axborot idorasi saxta internet kimligidan foydalanib, Xi Jinping hukumatiga oid salbiy hikoyalarni tarqatgan va chet el axborot organlariga kishining diqqatini tortmaydigan axborotlarni tarqatgan. 2019-yili boshlangan bu tirishchanlik ilgari oshkorlanmagan. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev Juche Xan davlat tadqiqot o'rnining o'zining tashabbusi bilan qurilganligini bayon qilib, Qozog'istonning yangi ilmiy tarixini yatutum qilib yozishni maqsad qilgan xizmatlar davomlashyapti. Buningga 250 dan ortiq olim qatnashgan, bularning 60 nafari chet ellik mutaxassislar dedi. İsrail armiyasi tünügün kechda G'azzadagi hujumlarni davomlashtirdi. Falastin axborot agentligi Wafa fuqarolarning uylari va imoratlarini nishon qilgan hujumlarda kam deganda 80 falastinlikning hayotidan ayrilganligini e'lon qildi.